Hozir ko'radigan uyimizni hamma joyda ham ko'rurmiz va hamma joyda ham sotuvga chiqilmaydi. Biz hozir Shahrstanskiga kelganmiz. Orientir Shahrstanskiy deb aytsak ham bo'ladi. Haytown tarafdan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Otchopar ko'cha deyiladi bu atroflar. Juda ham bir unikalniy hovlidan bittasiga keldik. 5 sotuv maydonga ega. Hovlisini o'zi vobshe chiroyli, ichlarini ko'rsangiz, vobshe undan ham mazza qilasiz. Bir-bir tushuntirib ketaman. Asosiy kirish eshigi avtomatik darvoza qilingan spetsialniy. Xo'p, elektrogarajni zaryadga tashab ketganlar, 3 ta faza kiritib Bu bo'lsa, solnechniy panellar shu miyasi ekan. Tok tekin menga deyaptilar. Solnechniy panellar mana shu polностью panellar qo'yilgan ekan. Mana shu yerdan tok ishlab chiqarib xonadonga berilar ekan. Ular zo'r o'ylangan, hamma narsani o'ylab qilgan ekanlar, akamlar. O'zim yashayman deb polностью yengitdan remont qilingan. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra uy kattaligiga hisobiga sotib yuboraman deyaptilar. Bu yerda qaranglar. Yozgi oshxonasi shunaqa yopiq qilingan. Bu yerda sanuzol tashlaganda saunasi ham bor bitta. Mana bu basseyn bo'lgan ekan, basseyn yopib qo'ygan ekanlar. Kerak emas deb. Podvalga bu yerdan tushib ketsak bo'ladi hovlida. Uy ichkaridan, asosiy uy ichkaridan tushsangiz, как uy bo'yadi podval. Xullas, gapirsa gap ko'p. Uyimiz juda ham chiroyli, narxiga zo'r, xonalar soni yetarlicha. Hozir bir-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Yashil hududlarni sezgan bo'lsangiz, juda ham ko'p qilingan yashil hudud. Mashina qo'yish uchun ham bemalol joylar yetarli, ko'chaga ham bemalol joy mashina qo'yish bilan tupikovoy mahalla. Xo'p, mana asosiy kirish eshigi uy ichiga. Qani ketib ichini ko'rib ketamiz. Bunaqa remontli uy o'zi juda ham kamdan kam sotuvga chiqadi. Hol qismini qaranglar. Rosa chiroyli chiqqani. Mana asosiy eshikdan kiraverish. Kirishimizda bu yerda prixojniy mebel qilingan. Agar to'g'ri yuradigan bo'lsa, bitta kabinet xonasi. O'zlari uchun kabinet qilgan ekanlar. Sizlar ham kabinet qoldirsanglar bo'ladi. Bu yerda oshxonada hol qismi. Juda ham chiroyli hol. 185 kvadrat birinchi etaj, 185 podval bor. Podval ham как жилой, как bitta uydek hisoblasak bo'ladi. Video davomida ko'rsatib ketaman. Bu yerda yana bitta spalniy xonamiz. Bu yerda mana zal qismi. Kattagina zal. Zo'r, uyga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Yetmaganiga hamma narsalar qavatda. Uy ham, lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Hamma taraflama qulay, sentr degan bo'ladi. Hop, bu yerda oshxona qismi. Qaranglar, mebellarni. Biz hamma narsa saf kusim qilingan. Danniy moment bu yerda hozir hech kim yashamaydi. Xudo xolasa, ko'rib turgan insonlardan bittasi egasi bo'lishi mumkin. Bu yerda mana общий санузел birinchi etaj uchun va bitta master spalniy. O'zini санузел va mana spalniy zonasi. Zo'r. Juda ham uyutniy, did bilan qilingan, sifatli radiatorlar qo'yilgan. Tupli polli sanuzellarda bor dedilar. Xo'p, birinchi etajni ko'rdik, yana qisqacha tushuntirib ketaman. Kabinet, spalnya, zal, sanuzel, master spalniy va oshxona. Katta hol qismi. Hamma narsa qavatda, xudo xolasa. Endi sizlar bilan podvalga tushamiz. Endi podval nima desa bo'ladi? Podval degim kelmayapti, lekin podval ham как uydek hisoblasangiz ham bo'ladi. Chunki bu yerda mana shu katta hol qismi bor. Tushganimizda katta hol. Ko'rsangiz bo'ladi. Sразу игровой zonadan boshlaymiz. Bu yerda bilyardni zona. Maza qilib o'rtoqlar bilan kelib bilyard o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p, dальше. Bu yerda spalniy. Pastda 3 ta spalniy qilgan ekanlar. Дополнительно kimgadir misol uchun ko'proq spalniy xona bo'lsa, пожалуйста. Pastda spalniy qilib tashlaganlar hamma joyga. Hammasi oynalari bor, havo aylanadigan joy.
hammasi o'ylab qilingan. Sanuzol ham bor mana bu yerga bitta sanuzol tashlab ketilgan. Yana bitta katta spalnya. Hammasi tayyor. Shunday kirasiz yashaysizlar. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Bitta bu yerda trenajyorniy zal desak ham bo'ladi yoki холодный zona ishlatsangiz bo'ladi. Kotelnlari ham mana bu yerda joylashgan. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda mana hovliga chiqib ketasiz. Hovlimizga gap yo'q, ochig'ini aytsam, lokatsiyasiga nisbatan narxi zo'r chiqyapti. Juda ham bogati stilda o'zi fasadlari, hovlilari qilingan. Uy ichlari ham yaxshi, remontlari arzonchi mebel yoki arzonchi remontlar qilinmagan. Hammasi ad-dushi o'zimiz uchun yashaymiz deb qilingan hovlilardan bittasi. Agar shu hovliga qiziqib qolgan bo'lsangiz, bemalol pastda telefon nomerlarini qoldirib ketamiz. Telefon qilinglar, любой payt xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan kuzatishga davom etib, rahmat. Hamma informatsiyani ma'lumot etaman, opsiyaniyada bo'ladi. Bizdan kuzatishga davom etinglar.